Assalomu alaykum hurmatli Bobo dehqonlar, YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Biz sizlar uchun juda ko'p manfaatli, foydali videolarni chiqarganmiz. Xuddi shunaqa videolardan yana bittasini hozir sizlarga e'tiborlarga havola qilamiz. Xullas, biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Bu yerda Odiljon aka degan bir dehqon akamiz bor. Yangilik yaratgan. Mana shu yangilik dehqonlar uchun juda qulay bo'ladi, xudo xolasa. Nima deydi? Eng qizig'i hozir dekabrda 4-kuni vodiyda kechalari -5 gacha sovuq bo'lyapti. Mana bu teplisamizga dehqon akamiz bodringlarda ekkan. Hozir gradusga qaradim, 28 gradus issiqlikda. Buni sababi issiqlik qanday bo'lyapti? Hammasini Odiljon akamizdan so'raymiz. Qani, bo'lmasa ichkariga kiramiz. Hurmatli bobo dehqonlar, hozir eslatib o'tdim. -5 gradus kechasi bo'lyapti. Mana hozir issiqxonamizga kiramiz. Odiljon akamizni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum Odiljon aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamasdan ishlaringiz bo'lyaptimi? Odiljon aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Dehqonchiliklaringizni qarang. Mana shu mikrofonni mashinangizga shunday qo'yib qo'yaman. Bizniki hamma narsa tabiiy bo'ladi, chunki dehqonlar bizni kanalimizni bilishadi, qanaqa nimalar bo'ladi. Odiljon aka, hozir mana kirishni bosh qismida, mana shu videomizga kirishni bosh qismida aytib o'tdim. Tashqari sovuq, ichkari mana hozir ko'ryapman 28 gradus turibdi. Operatorimiz shunday yaqinroq kelasiz, mana shu gradusni ko'rsatib qo'yasiz mana. Endi ekranda qanaqa ko'rinadi bilmadim-ku, lekin mana 28 gradus plus issiqlikda turibdi. Xo'p, Odiljon aka, birinchi bo'lib o'sha dehqonchilik to'g'risida gaplashaylik. Mana shu urug'larni sizga urug'larni o'zimizdan olganda melek degan qishki o'sha 20 santimetrlik navidan berganmiz. Qachon bergandim va urug'larni qachon ekdingiz ko'chat holatida? Shu sentyabrda 25larda ekkanman. 21-oktyabrda ko'chat qilib ekkanman. Ha, ko'chatini 21-oktyabrda ekkanman. Urug'ni 25-sentyabrda tashlaganman. Demak, 40 kundan o'tib qopti. Hosillarimiz ham ko'nib qopti. Hozir ko'rdim. Chiroyli ketyapti. Endi mayli, hozir eng birinchi mavzu, hozir qishki kunida aka bu 28 gradus issiqlikka qanday qilib chiqaryapsiz? Masalan, o'zimning ko'chatxonam bor, ko'mir yoqyapman, ichida pechka, olov zo'r yonyapti, lekin gradusimiz 10-15 gradusdan nariga o'tmayapti. Hozir sizda ko'rdim, mana ertalab ataylab o'sha vaqtli keldim, qani ko'zim bilan ko'raychi, havo sovuqligida, minusligida issiqligimiz qanaqa bo'lar ekan deb 28 gradus. Mana hozir o'sha tellashni boshladim, chunki qalin kiyimda kelganmiz biz. Shuni bir sirlari haqida bir gapirib o'ting endi Odiljon aka. Biz ham shuni rosa o'yladik. Qanaqa qilsa o'sha aytganimcha shu mana ko'rpa yopmasdan oldin 14-13 o'sha chiqazolmadik yuqorida. Mana bir haftadan beri sinayapti shu narsani. Mana shu plus 10 o'naki qo'shyapti. O'zgargan yo'q. Kechasi ham o'qib nima qilsam kech chiqaman, ko'raman. Bir xilda ushlab turyapti mana shu. Hozir Odiljon aka, kiraverishda o'sha teplisiz ustiga yopilgan materialni ko'rdim. Bu material emas, ko'rpa-ding. Aha. Ko'rpa. Ko'rpa-da bu. Ha. Mana shu ko'rpa yopmagingiz uchun mana shu ko'tarolmadim so'z. Nima deydi? O'sha issiqlikni katyolizni ko'targan taqdirda ham ventilator ishlagan taqdirda ham oshmadi. Oshmadi. Shuni foydasi bo'ldi-da, o'naki qo'shdi va plus mana shu. Ko'rpa yopilgandan keyin o'zidan plus 10-12 qo'shib yubordi. Buni bir haftadan beri sinayapman-da, har kun sinayapman. Bir xilda ushlab turyapti. Ushlab turibdi. Pasha ham ketgan boshqa. Ana nima katyon ham past holatda. 40 ga qo'yib qo'yganman uni ham darajasini. Endi Odiljon aka, bitta savol, buni kechasi kunduzi yopiq turibdimi yo ochiq qo'yapsiz? Yo'q, buni ertalab bitta odam mana yo'lak qilib qo'yganmiz. Shunday chiqadi yumaloq nari boshiga, bedi boshiga olib chiqib qo'yyapti. Bitta odamni o'zi mana hozir chiqib ko'rsatadi. Shuni yumaloqqa balanka qildim, olib borib nari burchaga bu tomonga taklab qo'yapti. Hech qanday qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik yo'q. Mana shoti bilan shunday chiqadi, bitta odamni taklab qo'yapti. Bu chekkaga.
turba bo'lib yumaloq bo'lib ketyapti o'zi. albatta bu og'irlik, albatta qo'pollik nimasi yo'q. Yo'q, bitta odamda o'zi bajaryapti. Men hayron bu 3 kishi 4 kishi kerak desam, yo'q unaqa emas ekan. Mana yo'lak qilib qo'ydi, uni turba temir tashlab. Shunda boladan oyog'idan yumalatib, bunday obar qo'yib qo'yadi, ba'zi baqa qo'yib qo'yadi. Bo'ldi, kechga yaramay tarqatib yopib qo'yaveradi. Ertadan ochib qo'yaveradi. Endi Odiljon aka, mana shu narsani nima deydi? Ko'rpani yopish, yasash, bu o'zingizni fikrlab o'zingizdan kelib chiqqan. Ha, shuni izlayman deb o'yladim, nima qilsa qanaqa bo'ladi? Mana oddiy misol, kechki uyda yotsangiz, so'qotsa o'sha ko'rpa bunday oyog'i siydi-yu, to'xtab men ham shunaqa qilaman deb shuni qilib ko'rdim. Haqiqatan effekt bo'ldi bu narsa. Effekti bo'ldi. Bo'ldi-da, o'zim ko'rib shu narsani effekti bo'ldi. Yaxshi Odiljon aka, men ham hozir juda hayratlanyapman. Xudo xohlasa o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ryapsiz narsani. Ko'zim bilan ko'ryapman. Hozir tashqariga chiqib uni ushlab ham nimalarni ham ko'ramiz. Endi Odiljon aka, bu materialimizni, ya'ni ko'rpamizni nima deydi? Ishlab chiqaruvchi, qayerdan oldingiz? Bu odamni topib bersangiz, bir jicha suhbatlashsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Shu yerda ishlab chiqarish zonalari shu yerda shunaqa ishlab chiqaradigan odam bor. O'sha men aytdim, maslahat qildim. U ham to'g'ri fikrda edi, lekin maslahatlar shu narsani qildik. Endi ajoyib emas, bu ko'p dehqonlarimizga qo'l kelib, teplitsalarga foydasi tegsa. Mana anomal sovuqlarda ham hech bo'lmasa misol 28 qilmasa ham anomal sovuqlarda 18-15 gradus ushlab bersa ham foydasi tegadi. Sizga xudo xolasa dehqonlar bu videolarni ko'rgandan keyin o'sha ko'rpalarni yasatib qo'yishib, issiqlik shu darajaga chiqqandan keyin sizga ham rahmat aytishadi, xudo xolasa duo qilishadi. Endi Odiljon aka, mana shu ko'rpani ishlab chiqaruvchini bizga topib berasiz. Bir ikki ozim savol-javob qilib olamiz dehqonlar uchun. Keyin mayli, yana bitta narsa, mana hozir tashqariga chiqib, shu ko'rpadan qo'l tiqsangiz, plyonkadan issiq qo'lingiz ham sezadi-da. Ko'rpa ham, plyonka ham issiq. Chiqarib olmayapti. Terlash yo'q, umuman mana ko'ryapsiz. Terlab ketaveradi oldin. Hozir terlash yo'q, boshqa shuni yopganida yaxshi. Yaxshi tomon. Bo'ldi, gap yo'q Odiljon aka. Bo'lmasa bizga mana shu ko'rpalarni ishlab chiqaruvchi insonni topib bersangiz, bo'ldi, chaqirib nima qilamiz? Bo'ldi, yuring bo'lmasa. Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli babo dehqonlar. Mana shu ko'rpamizni tikib, balishlarga olib kelgan ukamiz Pahlavon. Pahlavon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Hozir mana O'zbekjon akamni shu mana shuni ko'ring deganiga bir keldik. Yaxshi, o'zingiz ham shu yerda ekansiz. Endi mana shu ko'rpamiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Buni materiallari, ichida nima bor? Rahtor aka, bu narsani biz Hoji akam shu yerda ishxonamiz yonma-yon qo'shnimiz. Hoji akam aytishdi, shunaqa issiq ushlashimiz kerak, ko'rpa qilishimiz kerak dedi. To'g'risi e'tibor bergan yo'q edim. Chunki bu teplitsa temasini yaxshi tushunmayman aka. Keyin chiqib keyin shunaqa qilaylik dedi. Bu anchadan beri aytib yurishdi. Endi hozir vaqt soat shu ekan, bir hafta 10 kun bo'lib qoldi, shuni qilib berdik. Xudo xolasa yaxshi chiroyli effekt berdi. Natijani ko'rdim. Natijani mana o'zingiz ham ko'rdingiz, o'zim ham ko'rib, to'g'risi teplitsa sohasiga o'zim ham qiziqib qoldim aka. Shu o'zim ham qilsam ekan deb shunaqa narsalar xayollab turibmiz. Lekin aka, bu narsa sintetik narsa. Hammasi sintetik. Sintetik aka. Ustidagi material ham sintetik, ichkaridagi sintifon deyiladi. Sintifonni shu 2 qavatli qilib qo'yib berdi. Endi bu ekstrem nima desam bo'ladi? Sinov uchun qildi. Bu materialni mingdan oshiq turi bor. Kimgadir qanchasidir rangi yoqsa o'shani qilib berilaveradi. Keyin xudo natija berdi, qo'yib shuni yopib oldik aka. Xudo xolasa endi bundan buyog'iga shu xalqimizga manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana haqiqiy ko'rpa, o'zingiz ham uyda sovqotganingizda shunday o'ransiz, istaydigan ko'rpa hisobida. Endi buni yaroqli muddatlari haqida ham gaplashaylik. Endi ko'p dehqonlarda qanaqa bu 1 yilda yo'qib ketadimi yo 3-4 yilga ketadimi degan savol bor. Endi men o'zimning fikrim, mutaxassis emasman bu materiallarga, sintetik bo'lgandan keyin faqat qish oyida sovuq kunlarda ishlab tursa, uzoq muddatga yetishsa kerak deb o'ylayman. Nima deysiz? To'g'ri aka, bu sintetik aka, bu quyoshli kunlarga dosh bermaydi. Buni ochiq gapirish kerak-da. Quyosh yeb qo'yadi buni. Quyosh yeb qo'yadi. Endi bu asosan nimaga bo'ldi? Kunduzi ham buni ustini ochib qo'yish kerak ekan, yorug'lik kerak ekan ko'chatlarga. Albatta ochib qo'yiladi. Ochib qo'yilish kerak ekan. Buni shu kechki payt, obeddan keyin
o'sha sovish darajamiz ko'tariladi, ya'ni nima keladi-ku, vaqti keladi, obeddan keyinga yopiladi. Kechki payt bilan yopib turib kunduzgi ochib qo'yish kerak. Lekin yengil narsa. Haqiqatda o'ta yengil. Yengil narsa, hali og'ir narsa emas bu. Yana bitta narsasi bor buni. Aytganim, bu nima desam bo'ladi aka? Bu sohani tushunmadim dedimi? O'zi Tiflisdan tushunmagan sabablarga shu narsani qilaylik dedi, qilib berdim. Garantda bu narsa deb aytib yorolmayman aka. Balki bu 5-6 yilga yaroqli bo'lishi mumkin. Biz kechki payt yopiladi, ehtiyotni qilsa 4-5 yil bemalol xizmatini qiladi. Endi buni vaqt ko'rsatadi, sinaymiz. Endi vaqt ko'rsatadi. Endi buni muncha yil oldin sinaganmiz desam, noto'g'ri gap gapirgan bo'laman. Endi hozir ekranga nomeringizni qo'yib ketamiz pahlavon. Bu misol buyurtmalar bo'lib qolsa sizda imkoniyat bormi chiqarib berish uchun? Chiqarib berish uchun imkoniyatlarimiz bor. Har qancha chiqarib beramiz. Bo'laveradi. Endi hurmatli bobo dehqonlar, ko'chatxonalarga, teplitsalarga mabodo sizlarda ehtiyoj tug'ilib qolsa, pahlavon bilan narx-navolarni kelishib, gaplashib, ishlaring bitib qoladigan bo'lsa, mana tayyorlab beraveramiz deyapti. Lekin men o'zimni ko'zlarim bilan ko'rdim, haqiqatdan issiqlik yaxshi ushagan. Mana hozirgi Yusuf akamning gapiga nima qildik? Mana plyonkaning ustiga qo'ysak issiq. Mana shu issiq tashqariga chiqib ketmayapti, teplitsani o'zida qolyapti. Xudo xolasa pahlavon mana shu narsamiz xalqimiz uchun, dehqonlar uchun juda manfaatli hamda foydali narsa bo'ladi degan umiddaman. Xudo xohlasa bu O'zbekiston bo'yicha keng rivojlanib ketadi. Biz ko'rganmiz, Xitoyda nimalarni boshqalarni ko'rganmiz, lekin bu o'zimizda o'zbek yigitlari, o'zbek xonadonida mana Bag'dod tumanida bo'lib turganini endi ko'rdim. Bemalol mana shu pahlavonni telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, hamma narsani so'rab bilishlari mumkin. Pahlavon, xudo xolasa, men hali sizga aytdim, ko'chatxonamizga tayyorlab berasiz. Albatta aka. Buni effektini bilganim uchun mana birinchi zakasini o'zim beryapman. Xudo xolasa tayyorlab berasiz. Xudo xolasa aka, bo'ldi aka. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmalarini bosib yaqinlaringizga ulashing. Xudo xolasa bundan da yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.